hamda birinchi raqamli hamyurtimiz ayni paytda davolanish amaliyotini o'tkazmoqda. Arman Maxanovga ishonch bildirildi. Aynan O'zbekiston chempionatida Jahongirga imkoniyatni boy bergan edi. Arman hozirga qadar mana ikkita raqibni ishonchli tarzda ortda qoldirdi. Bu esa yana bir muhim raqiblardan biri. Boshladi Arman. Demak, keskinlikni yuzaga keltirasan, ochiq jangga kirasan, barchasiga chidangan holda jangni davom ettirasan degan murabbiylarimiz. Ko'ryapsiz, bo'y borasida ustunroqdek, ustunroq Arzola. Eng muhimi kuchli zarbani o'tkazmaslik, qarama-qarshi zarbani muhim. Ochiq jangga kirish kerak, faqat ehtiyot bo'lgan holda. Seriya yaxshi kutib oldi bu yerda. Yo'q, bu yerda zarbadan emas. Vazn borasida Arman yengilroq baribir. Plus 92 kg bo'lsa-da yengilroq. Bu ham yaqqol bilinib turibdi. Bu holat ham yaxshi gavdaga zarba. Arman tomonidan boshga zarba. Kutyapti Arman. Raqib hujumini qarama-qarshi tarzda kutib olish, ikkili zarbasini o'tkazdi, yaxshi chiqib ketdi. Ochiq jangga kirish yaramaydi albatta. U bilan ochiq jang o'tkazish maqsadga muvofiq emas. Chunki vazn borasida juda katta ustunlikka ega. Yaxshi klinchga kirdi Arman. Yaxshi kutib olmoqda Maxanov. Himoyani unutmaslik kerak. Yaxshi chap berdi, yo'q bu yerda. O'tkazib yubordi. Arman yaxshi javob berdi, lekin eng muhimi qattiq zarbani o'tkazmaslik kerak. Kerak paytda mana shunday klinchlar muhim albatta. Uddalayapti hozircha Arman. Mana endi Arzolada ham biroz palapartishliklar ko'zga tashlanyapti. Agar qarama-qarshi zarbada ushlaydigan bo'lsa, tutadigan bo'lsa, ayni muddao bo'lar edi Arman. Asosiy zarbaga e'tibor qarab demoqda murabbiylarimiz. Aynan ana shu o'ng qo'lda yo'llanadigan raqib Arzolaning zarbasi xavfli. Seriya Arman Maxanov tomonidan. Ancha toliqdi raqibi ham. Menimcha yomon o'tkazgani yo'q Arman, ochig'i. Eshitdingiz, murabbiylarimizning ko'rsatmasida aynan asosiy o'ng qo'l zarbasiga ehtiyot bo'l demoqda. Hozircha takroriy vaziyatlarda ko'ryapmiz. Aynan ana shu asosiy zarbadan muvaffaqiyatli qochgan va barcha hakamlar Arman Maxanovga birinchi raundda g'alabani beryapti. Ayni quvonarli holat. Quvonarli holat. Birinchi raund yutish juda ham muhim. Endi bu yo'g'iga ehtiyot bo'lgan holda albatta Round 2. eng muhim ana shu murabbiylar aytgan ko'rsatmani bajarish muhim. Oyoqda yengilroq ishlayapti Arman. Yaxshi seriya. Yo'q, bu yerda.
Arzola ancha toliqdi ochig'i. Chunki ancha-muncha zarbalarni o'tkazib yubordi. Gavdaga zarba. Yana hujum. Biroz qo'lni himoyani unutmaslik kerak. Yaxshi klinch. Albatta Armanda zarbalar xilma-xilligini ham ko'ryapmiz. Gavdasiga tanaga zarba yo'llagandan so'ng keyin zarbalarni Arzolaning boshiga ham yo'llashga erishyapti. Eng muhimi uddalayapti. Eng muhimi shu asosiy raqibning zarbasidan qochishga erishyapti. Qolaversa, holat ham yomon emas, jismoniy holat ham. Raqibiga qaraganda yomon emas. Yuqori burchakdan chiqish kerak. Zarba bilan chiqib ketsa, maqsadi muvofiq bo'lar edi. Arzolada ham ancha-muncha zarbalari havoda qolyapti. Bu albatta toliqish natijasi. Bitta kuchli hujum kerak, bitta yaxshi hujum kerak yo'q bu yerda. Ikkinchi raund ham yakunlandi. Ikkinchi raund ham yaxshi o'tkazdi. Ikkinchi raundni ham Arman Maxanov albatta murabbiylarimizda ham xavotir yo'q emas, chunki ko'ryapsiz, raqib jismoniy jihatdan ancha baquvvat, tajribali. Arman esa endi mana bu kabi jahon chempionatlarida ishtirok etyapti, imkoniyatdan foydalanyapti. Yomon emas, yaxshi taassurot qoldiryapti. Hakamlar ikkinchi raundda ham Arman Maxanovga g'alabani beryapti. 100% natija. Endi mana shu 3 daqiqani muvaffaqiyatli o'tkazib olsa Arman, u keyingi davra yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Third and final round. Yaxshi chap berdi. Raqib hujumiga tayyorlayapti. Ana shu zarbani Kuba vakili. Time-out. Libosini to'g'rilash kerak. Mana shu jahon chempionatida Armanga ko'plab muxlislarimiz birinchi jangda, Topsonga qarshi jangdan keyin ancha qiziqib qolgan edi. Ko'pchilik uchun ayniqsa ancha notanish edi. Mana sekin-asta jangdan janga u yaxshi taassurot qoldiryapti. Davom etadi 3-raund, 2,5 daqiqa qoldi. Klinch, barchasi to'g'ri, klinch kerak albatta. Yo'q, qochiq jang yo'q bu yerda. Arman joyda, Armanni biroz dam ol dedi. Murabbiylarimiz bu yerda biroz turma degan ko'rsatmani berdi. Ortga chekinayotgan paytda zarbani o'tkazib yubordi. Mana endi bosimni kuchaytiradi. Yaxshi chap berdi, juda ham chiroyli.
Albatta endi bu yerda kubalik sportchi qattiq zarba berishga harakat qiladi. Klinch juda ham o'rinli. Biroz nafasni rostlab olish kerak, eng muhimi bu yerda. Hujum kerak, bitta hujum bilan klinchga kirib olish muhim. Mayli, eng muhimi ikkinchi raundda imkoniyatni boy bergan taqdirda ham ikki raund bo'yicha ustunligi bor Armanda. Bu yerda eng muhim mana shu raundni muvaffaqiyatli yakunlab olish. Ochiq jangga kirish kerak emas. Aytish kerakki, kubalik sportchida ham jismoniy holat yaxshi emas, juda ham toliqtuq, ham asabiylashyapti. Yaxshi Arman. O'ttiz soniya qolmoqda so'nggi raundning yakuniga yetishiga. Kuchli zarbani o'tkazib yubordi Arman, yaxshi, eng muhimi. Holat yomon emas, eng muhimi holat yomon emas. Yaxshi, so'nggi soniyalar. Klinchga kirish kerak, albatta jang yakuniga yetdi mana shunday tarzda. Albatta tabriklaymiz, og'ir jang, muhim jangda Arman kerakli taktika evaziga jiddiy raqib sinovidan muvaffaqiyatli o'tdi deyishga asoslar bor. Chunki 2 raund yakuniga ko'ra g'alabaga erishdi. Murabbiylarimizdan ham so'zini eshitaylik. Demak, ushbu jang g'olibi. Ladies and gentlemen, the winner of this contest via unanimous decision, and now moving into the semi-finals. In the blue Albatta Arman Maxanov representing Uzbekistan, Jahon chempionatining yarim finaliga yo'l olyapti. E'tiborlisi barcha hakamlar ushbu bosqichda ham g'alabani berishgan. 5-0 hisobida Arman kubalik raqibi Jahon chempionatining kumush medali sohibi Fernando Alejandro Arzola Lopesni mag'lubiyatga uchratmoqda. Aytish kerakki, yana bir karra 2023-yili Bahodir Jalolov ham ushbu raqibini Toshkentdagi Jahon chempionatining finalida ortda qoldirgan edi. Mana Arman ham buning uddasidan chiqyapti. Takroriy vaziyatlarni yana bir karra ko'ring. So'nggi raundning eng og'ir jarayonidan ham muvaffaqiyatli o'ta oldi ham yurtimiz va haqli ravishda uning qo'li baland ko'tarildi.